Bozorbo nabiralik bo'lish uchun kelinini davolatmagan shifokori, ko'rsatmagan tabibu folbinlari ham qolmadi. Xullas, moshdan bo'ldimi yo toshdan, u yog'i bizga qorong'u. Nabira muborak. Voy, shirinligini qarang, polvon kelini, salomon qutulib oldingizmi? Charchamang. Qoshi menikida. Ha, yetdim-a nimaga qoshi yo'dim. Sochini qalinligini qarang dedi. Bu taraf sizga tortibdi lekin. Rahmat bola. Yoshlar qolmagan. Endi yoshligimni nazarda tutyapti-da, kampir, yoshligimizda qalin bo'lgan, oshiq bo'lgansiz bizga. Sizdan chiqarib qo'ymay, nima deyapti? Ha? Sanatoriyaga boringlar demaganimda ish bitmasdi deyapti. Chaqaloq. Manda o'shandan keyin hammasi boshlanib ketdi. Shunaqami? Qishlog'imizdagi Azizning mozoriga 7 ta chiroq yoqtirib kelganimdan keyin bo'ldi-da dadajon. Masjidga 7 ta chalpib berganman. Masjidga 7 ta chalpib berganmiz. Shu chalpegingiz bilan ish bitganda hozir biz Malibuda yurgan bo'lardik. Xo'pmi? Siz chirog'ingiz ham publo kelin. Chiroq действительно ta'sir qilganda hozir qishlog'imiz Xitoy bo'lib ketardi. Bolaga to'lib ketardi. Men u Avliyo otaga bir ho'kiz ataganman. Ho'kiz? Endi ho'kiz yarmi bizga. Bitta qo'yni boqolmagan odam, ha? Mayli, xo'p, sonini berarsan, hech bo'lmasa, yana berib bechoralarimiz xolesteringa to'yib ketmasin. Tushunmadim. Kimga o'xshasa o'xshasin-u, menga o'xshamasa. Aziz avliyolar va qushnoslar yordamida dunyoga kelgan farzand. Meni keragim bormi o'zi? Nega keraging bo'lmas? Keraging bor. Aytdim, ho'kiz so'yasan. O'zi sendan ko'ra tovuq yaxshi edi. Nega deb so'ramaysan? Nega? Ana, baraka top. Tovuq tuxum beradi. Sen nimani berasan o'zi?